2003 yılı 3. ayının 28. günü keçte əmdila uruş patılgan Irak uruş meydanında ruhqa oxşashla jimjit halda bir aeroplan yetib kelib, yerga g'oyat zo'r boshqurilgan bombadan ikkini tashladi da Bag'dod shahrini vayron qilib, Diglis daryasi bo'yidagi bir aloqa munorini gumroh qildi. Shak shubhisizki bu nihoyat tez suratda Saddamning Iroqni ozod qilish maqsadini barbod qildi. Hayron qilarligi shuki, bu urush aeroplanini Iroq taraf bayqay olmagan. Har xil tadbirlarni qo'llanish orqali jimjitlik kelib Iroqni vayron qilib, yana jimjit holda qaytib ketgan. Bu urush aeroplanining Amerikaning o'zini yushirish iqtidori intayin kuchli bo'lgan zarbador aeroplan F-117 ekanligi faraz qilindi. Bu aniqlan mumkin emas. Gerçi kichi burkiti F-117 ayni chog'da dunyodagi o'zini yushirish iqtidoriga ega bo'lgan sanoqli aeroplandan biri bo'lsa-mu, biroq ilgirki jang qilish iqtidoridan qaraganda bunday harakatni qo'llanishga bu aeroplanning iqtidori yetmaydi. Kishini o'yga soldigan bu voqeaning javobi birla edi. U bo'lsa-mu bu qatimliq harakatdagi aeroplan Amerikaning yangi tipdagi intayin zirak bo'lgan o'zini yushirish iqtidoriga ega Arvoh nomli bombardimonchi aeroplan B-2 edi. Bu aeroplan nihoyat bexatar holda radardan o'zini qochira oladi. Ayni chog'da dunyodagi eng ilg'or texnika va g'oyat zo'r mablag' bilan Amerika tadqiq qilib yasab chiqqan bu aeroplan intayin mohirlik bilan o'zini yushirish iqtidoriga va jang qilish iqtidoriga ega. Bugun biz birlikda sirliq fardining keyindagi sirni aytib boqaylik. 1947 yili 3-oyning 12 kuni terrorizmning o'tirg'i chiqishiga ergishib, Ikkinchi dunyo urushidan keyingi Amerika Sovet ittifoqi qarama-qarshi vaziyatida ikki qutb andisi tadrijiy shakllandi. 20-asrning 70-yillari dal sovuq munosabatlar urushi mezgili bo'lib, Sovet ittifoqi yasagan O'rta Iroq musofirlik boshqarilgan havo mudofaa bombasi va yuqori bo'shliqdagi yuqori suratli davlat zemini havo mudofaa to'sish mashinasiga qarshi turish uchun Amerika havo armiyasi kuchli bombardimon qilish iqtidoriga ega. Yana yushirilish iqtidori va yangi tipdagi urush taktikasi bombardimonchi aeroplanning Sovet ittifoqining havo radariga bo'lgan razvedka to'ridan o'tib 80% muvaffaqiyatli bo'lish nisbati bilan avatilgan vazifani tamomlashni talab qilib, yushirilish texnikasi qo'llanish kun tartibga kirgizildi. Bundan keyin F-117 belgili ko'rinmas bombardimonchi aeroplan ishlab chiqarishga kirishtirildi. Amerika davlat mudofaa ministrligi hamda parlamentdagi kishilar ko'rinmas bombardimonchi aeroplan degan uqumni qabul qilishga boshladi. 1977-yili havo armiyasi o'ttirib qo'ygan ko'rinmas bombardimonchi aeroplanni tadqiq qilib yasash iltimos dokladini rasmiy tasdiqladi. Keyingi yili KAT hukumati ko'rinmas bombardimonchi aeroplan turini qo'zg'atishga maxfiy huquq berib, ilg'or texnikalik bombardimonchi aeroplan deb nom berdi. 1980-yili Amerika havo armiyasi ko'rinmas bombardimonchi aeroplanni tadqiq qilib yasash turiga oshkora xaridor chaqirgan. Oxirida Noslov shirkati 6 sinab uchish aeroplani va 2 o'lchash aeroplanining dastlabki to'xtamini imzolagan. Undan boshqa 127 dona ishlab chiqarish tipidagi bombardimonchi aeroplanni zakaz qildi. Boeing shirkati LPV shirkati bilan hamkorlashib, nomeri 5 bo'lgan yushirin bombardimonchi aeroplanni tadqiq qilib yasashni boshladi. 5ning shakli odatdagi urush aeroplanlariga solishtirganda bir qadar murakkab. Tuzchoq koridori bo'lsa, o'zaro parallel bo'lgan 12 tuz siziqdan tarkib topgan. Markaziy aeroplan gavdasining cho'nqirligi o'qqichiligi bo'lgan bo'limiga yetarli bo'lishi kerak edi. Ammo uzunligini amal bar qisqartib, yuqori ovoz surati bo'lganda ziyoda ko'p qarshilik kuchi paydo bo'lishdan saqlashi kerak edi. Harakatlantirgich kuch qurilmasi jihatda 5 ga 4 dona GE F-118 va 110 motor o'rnatilgan. U bir qadar kichik bo'lgan to'van besimli sirtqi so'ngich gavdasiga ega bo'lib, birlik nisbati 1:2 dan 1:1 ga to'valadi. Braziliyada 1:1 dal muvofiq bo'ladi. Xatoning motori faqat bir qadar kichik bo'lgan gaz kirgizish va gaz chiqarish sistemasiga ehtiyojli. Bu dal 5 ni yasash alohidaligiga mos keladi. Signal orqali o'rin belgilashni o'zgartirish va biriktirish orqali o'xshamagan nuqta va o'xshamagan o'rin qarta elektronlik to'sqinlik qilish iqtidori kuchli bo'lgan aylanishchan qurilmadan ikkini o'rnatdi. Bu aeroplan 16 dona AGM-129 tipli ilg'or challash boshqarilgan bombasi, 80 dona 227 kilogramlik MK-82 tipli bomba, 16 dona 908 kilogramlik MK-84 tipli odatdagi bomba va 36 dona CBU-87, 89, 97, 98 bomba qatorliqlarni elib yuralaydi. Necha yillik o'zgartirish va loyihalash turtpisida 1988-yili 4-oyda va 8-oyda dastlabki qadamda ko'rgazma qilindi. Test nomeri AV1 5 nurg'un qatimliq sinov tariqasida uchirish natijasida jang maydonining o'lchamlariga yetmadi. 5 yil uzluksiz loyihalash va o'zgartirish natijasida 1993-yili 12-oyning 17-kuni Amerika havo armiyasi tunji qadamda jang maydonining har qanday ehtiyojiga mos keladigan o'zini yushirish iqtidori intayin kuchli 5 ni muvaffaqiyatli holda yasab chiqdi. Bu aeroplanning yasash tannarxi intayin yuqori bo'lib, tilga ilishga arziydigani shuki, dunyo Ginness rekordida bu aeroplanning tannarxi 13 milliard Amerika dollaridan oshib ketgan. Bu aeroplan ishga solingandan keyin Kosovo, Iroq urush maydonlarida dastlabki g'alabani qo'lga keltirgan. Nurg'un qadamliq o'zgartish orqali bugungi kunda bu aeroplan Amerika armiyasining intayin kuchli quroliga aylangan. Mazmunlar mushada yoqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz mazmun ko'rib bo'libla qochmay, bizni qo'llash yuzidan eng ostidagi xanzuchi e'lonni chekib o'ting. Yana inkas rayonida o'zingiz qiziqadigan temalarni va o'ylaganlaringizni yozib qoldiring.